Tayyormisizlar? Maktab direktori sizga murojaat. Tayyormisiz? Menga fikr bildirayotganingizda ehtiyot bo'ling. Bag'ri Ramazon oyi kelyapti. Mayli, xo'p, siz juda nimasiz. Hozir telefon qilsam, telefonda gapira olmaysiz, nomahramsiz. Nomahramda ketidan pul yemang, iltimos. O'zidan qahramon yasab, hozir telefon qilsam javob bera olmaydi. Nimani gaplashaman u bilan? Maktab direktori bilan nimani gaplashaman men? Gaplashishlikka yaraydigan nimasi bor u xotinni? Ha? Gaplashmoqchi bo'lsa, eri bilan kelsa gaplashaman. Shunda jonlini yoqamiz. Eri o'tiradi, o'zi xohlasa soliqchi ham kelsin. Menga savollarimga javob bersin, mayli, jurnalistik surishtiruvmi? Men jurnalistman. Magistraturada jurnalistikada o'qiganman. Huquqim bor meni. Jurnalistik surishtiruv qilamiz. Mana, men ochib beraman. Soliqchi o'tiradi, direktor o'tiradi, soliq direktorning xotini o'tiradi, eri o'tiradi, soliqchining xotini o'tiradi. To'rttasini oldida gaplashamiz. Savollarim bor meni. Xalqimiz berayotgan savollar bor. Shu xalqimizning savollarini men beraman. Tayyormisizlar? Maktab direktori sizga murojaat. Tayyormisiz? Soliqchi eringiz ham keladi. Chunki eringiz ham ishtirok etgan, qaysi ma'noda? Sizni o'sha kuni ichki ishlarga olib borishganida eringiz ham olib kelishgan. O'tiribsizlar, gaplashamiz. Nima demadinglar?